Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahridan mahalla to'lovi ham yo'q, 1800 kvadrat futdan katta, juda ham zo'r lokatsiya. Orqasida alohida ofischasi ham bor, agrodlari ham bor. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Bilan Mortgagega ham katta yordam berdilar. hatto farzandlaringiz ijarasiz o'zini uyida turadi. Assalomu alaykum. Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahridan mana orqamda turgan uy inshaalloh bizning vatandoshlarimizga bo'ldi. Bundan bu yog'iga 65-yil qurilgan uy, 1800 kvadrat futdan katta. Orqasida alohida ofischasi ham bor, agrodlari ham bor, mahalla to'lovi ham yo'q. Juda ham zo'r lokatsiya. Xo'sh, hozirgi narx-navoni o'zinglar ko'rib turibsizlar. Albatta. 95 shuna yaqinimizda. Ulumrada sizni tabriklaymiz. Rahmat. Ular bilan buyursin. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Katta rahmat Husan akani jamoasiga, Husan akani o'zlariga bizga uy topishda va uyda mortgagida ham katta yordam berdilar. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Vatandoshlarimizga ham tavsiya qilib qolaman. Kimda uy olishga ishtiyoq bo'ladigan bo'lsa, men ham uzoq yillar qo'rqib tavakkal qilishga juda ham o'ylanib yurardim. Tanishlarim uy olganda aytganda ham o'zim boshimga tushmaguncha rosa ikkilandim. Sizga katta rahmat. Orzularimizga erishishda sababchi bo'ldingiz. Omon bo'ling, omon bo'ling. Hammalaringizga omad, sog' bo'ling. Tavsiya Yaxshi qilaman. xotirlar bo'lsin, farzandlar bilan yaxshi mazza qilib yashang. Rahmat. Oxirgisi bo'lmasin. Yana bundan ham zo'r kattaroq uylar olib, bular ijaraga berib kattalarga o'taylik. Inshaalloh. Sizlar ham birovlarning ijarasini to'lashdan charchamadinglarmi? O'zlaringning uylaring, vatanlaring qilinglar. To'g'ri, 30 yillik to'lov qiyin tuyulishi mumkin, lekin 30 yildan keyin hatto farzandlaringiz ijarasiz o'zini uyida turadi. Ishlarga omad. Dunyoni lol etadi bu diyor, tarixidir dillarda iftixor, muqaddas vatanda topkaydir.